Maktab davrida biz ko'paytirishni o'ngdan chapga bajarib o'rganganmiz, lekin tasavvurda hisoblashimiz uchun mental arifmetikada chapdan o'ngga qarab hisoblanadi. Buni biz ikki xonali sonni bir xonali songa ko'paytirish misolida ko'rib chiqamiz. Demak, 35 ni biz 5 ga ko'paytirmoqchimiz deylik. Buning uchun 3 ni 5 ga shunchaki ko'paytiramiz. 3 kare 5 15. Buni biz 150 deb dilimizda aytamiz va unga qo'shamiz 5 kare 5 25 ni. 125 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda javob hosil bo'ladi 175. Keyingisi 36 ni 4 ga ko'paytirmoqchimiz deylik. 3 ni biz 4 ga ko'paytiramiz 12, biz buni 120 deb aytamiz va unga qo'shamiz 6 kare 4 24 ni. 120 ga 24 ni biz qo'shadigan bo'lsak, 144 hosil bo'ladi. Keyingisi 73 ni 6 ga ko'paytirish. 7 ni 6 ga ko'paytiramiz 42. Biz buni 420 deb aytamiz, ovoz chiqarishimiz kerak va unga qo'shamiz 3 kare 6 18 ni. 18 ni qo'shgan vaqtimizda bizda 438 hosil bo'ladi. Mana shunday. 86 ni 8 ga ko'paytirish. 8 ni 8 ga ko'paytirish 64 bo'ladi. Biz buni 640 deb aytamiz va unga qo'shamiz 6 kare 8 48 ni. Va 48 ni biz qo'shgan vaqtimizda 688 hosil bo'ladi. Xuddi shunday usulda siz ham 63 ni 4 ga ko'paytirib ko'ring va javobini izohlarda qoldiring.